Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Uyg'ur axborot markazining haftalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Muhammad Izzat. Bugun seshanba. Tövəndə edəkdənlər xəbərlərimizin təfsilatı olsun. 2024 yıl 2. ayının 24. günü Gollandiyanın Den Haag şəhərində ötküzülgən Xitay Çağan bayramı yığılışında Xitay bir vaqtda həm ən çoğ aldamçılıqni sodir qildi, həm intayin çoğ bir oğuzsuzluqqa və şərməndiçilikə duch keldi. Xitay bu faoliyatida ondan ortiq Xitay o'smir qizga Uyg'urcha kiyim kiydirib, ularni atalmish Uyg'urcha usulga solgan. Bu Xitoyning bu faoliyatiga aldamchiligi va razilliklardan biri. Xitoy uchirgan o'ngsizlik va sharmandichilik bo'lsa, Gollandiyada yashayotgan Uyg'ur yigiti Abdurahmon Uyg'ur, gollandiyalik yerliklar, Gollandiyadagi Xitoylar va Xitoy diplomatlar qatnashgan, shundaqla har qaysi millatlardan bo'lgan yuzlarcha kishi ishtirok qilgan bu yig'ilishda to'satdan paydo bo'lib, sahnaga chiqib Sharqiy Turkiston Xitoyning bir parchasi emas degan xat yozilgan varaqchini ko'tarib, Xitoy irqiy qirg'inchilikni to'xtat deb qattiq to'lab, Xitoyga qahramonlarcha qarshilik ko'rsatgan. Sahnada o'nga yaqin Xitoy va boshqa ayol Xitoylar bor bo'lsa-mu, ular Uyg'ur yigiti Abdurahmon Uyg'urni tezlik bilan sahnadan yo'q qilib etishga amalsiz qolgan. Abdurahmon Uyg'urga 6-7 Xitoy yo'pirilib kelgan bo'lsa-mu, uningga oldirab kuchi yetmagan. Yo'pirilib kelgan Xitoylar Abdurahmon Uyg'urni darhol bo'ysundiramagan. Sarosimiga tushgan. Qo'rqqan Xitoylar Abdurahmon Uyg'urga hech qanday shaklda jiddiy harakat qo'llanmagan. Xitoylarning uni yerga yiqitishimi intayin tezki to'xtagan. Abdurahmon Uyg'ur bu arada bir necha qatim Xitoylarning qo'rshovidan yulqinib chiqib, ingliz tilida Xitoy irqiy qirg'inchilikni to'xtat deb qayta jo'qan solgan. Bu voqea ommaviy mediada kuchli ta'sir qo'zg'agan. Dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan Uyg'urlar Abdurahmon Uyg'urning bu qahramonlar harakatiga tushdan opirin o'qidi. Uning rahmatini, hurmatini bildirdi. O'z xabarimiz. Germaniyada yashayotgan Uyg'ur yozuvchi Habibullah Abdumit apandi ilgirki yillarda Mas'ud apandi yo'l qatorliq romanlar bilan ko'chkundagi Uyg'ur adabiyotiga o'zining tegishli hissini qo'shgan edi. Habibullah Abdumit mush yilning beshida yana bir romanni nashr qildirdi. Ko'chkundagi Uyg'ur o'qirmanlar bilan yuz ko'rishgan bu romanning ismi Muz tutgan daryo bo'lib, roman 2024-yil 1-yanvar Istanbuldagi Taklimakan Uyg'ur nashriyati tomonidan nashr qilinib tarqatilgan. Habibullah apandining bildirishicha, bu roman ilgirki romanlardan farqli uslubda yozilgan bo'lib, romanda yo'ldoshi Xitoy hukumati tomonidan tutqun qilingan Sharqiy Turkistonlik bir yosh Uyg'ur ana bolasini elib chet elga chiqib ketish uchun qochib maqdi. Boshda chegaraga yaqin rayondagi bovisining uyiga yetib olgan yosh ayol keyin Qozog'istonga o'tdi va 2 oydan keyin Germaniyaga sog'-salomat yetib keldi. Romanda aks etgani bu yosh onaning 24 soat ichidagi kechirmishi, ruhiy bayonlar bayon qilingan bo'lib, bayon orasida Uyg'urlarning kunimizdagi echinishlik tragediyasi gavdalantirilgan. Romanga Uyg'urlarning ahvozlari singdirib o'tilishga tirishgan. Yozuvchi bu roman orqali Uyg'urlarning beshiq kelgan echinishlik tragediya va irqiy qirg'inchilikning bir qismini boshqacha shaklda aks ettirishga uringan. Avtor yana bu roman orqali o'z hasratini Uyg'urlarning echinishlik qismatiga bo'lgan ahvozlarini ifodalagan. Yozuvchi Habibullah Abdumitning Muz tutgan daryo nomli romanining ko'chkundagi Uyg'ur adabiyotiga jonliqlik va Uyg'ur xalqiga yangicha his tuyg'u va tushunchalarni ato qilishini umid qilamiz. Zuhutver xabarlar to'rining 22 fevral xabari. Amerika Davlat Majlisi Xitoy ishlari komiteti boshlig'i va bu komitetdagi Demokratlar partiyasining eng yuqori vakili Volkswagen shirkatini Sharqiy Turkistondagi ishlab chiqarishni to'xtatishga chaqirgan. Bu chaqiriqdan ilgari Amerika taraf elektronlik hisobchashlar Xitoyda yasalgan Volkswagen shirkatiga tabe minglarcha avtomobilni Amerika portlarida tutib qolgan. Amerika Cumhuriyetçiler Partisi vakilleri Mike Gallagher ve Raja Krishnamurthy Volkswagen baş direktori Oliver Bilomga yozgan xatida Volkswagen'ning mazkur avtomobillarning ishlab chiqarishida majburiy emgakka selingan Sharqiy Turkistonlik Uyg'urlarning qo'li borligini qayd qilib, bu vajidan Volkswagen avtomobillarining Amerika bozoriga kirishiga yo'l qo'ymaganligini qayd qildi. Pul muomala vaqt gazetasining oldin qapchilik xabardan ma'lum bo'lishicha, mingdan ortiq Porsche, minglarcha Bentley va necha ming dona Audi avtomobili Sharqiy Turkistondagi majburiy emgakni to'xtatish siyosatiga binoan oldin qapda Amerika portida tutib qo'yilgan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga emanet.